Dadam, o'qishgatim diplom oldi. Молодец o'g'lim. Qo'chqorsinglar. Nima qilsin? Tabiat aka. Ha, tog'am, nima suymoqchisiz? Hayajonda endi diplom olibdi. Yo, prichom ya? Diplom beqani? Qizil diplom olamadingmi? Zat o'zim kuchim bilan olib. Og'zing yopay darmaydi. Har sessiyaga mana bu otang, mani xotinim bilan qaynsinglarni bozorga chiqib sotadi shuni. O'g'lim Toshkentga yo'qibdi dedi. Yo, domlon o'qishdan haydayman desa, meni ukalarimni tandiq qilib berib mana bu otang bor-ku, uylanmagan qo'chqor ko'zlar bo'ladi deb. 2 marta shunday bo'lib qoldi-da. Ingliz tili uch. Bilmaysan inglizcha? Do you speak English? Where are you from? How old are you? Bizlar domlamiz yomon bo'lganda uch qo'ygan. Ladna. Oliy matematika 3. Bilmaysan matematika? Pi nechiga teng? 3,14. O'g'lim Kirchkarga shamollang. Xo'p. Yo, mana shu tupoy uchun men dadamni amakim chiqarib sotdingizmi? Ay, diplom bilan ishlaydi endi. Ish topdingmi? Men topaman. Yo, qanday endi topasan? Hech bo'lmasa mana shu otangni uylagin, bechora otang o'zi yemay, o'zi ichmay, truskasi yirtiq bo'lsa ham 4 yil sana o'qitdi. Sen meni maqtayapsan, men yerga uribsan. To'g'risi ham da tog'o, 4 yil yemadingiz, ichmadingiz. Bechora mana shu sigir ro'zg'or tortib berib. O sanam da ukajon bir ish top, menga ishonma. Meni ham yoshim o'tibdi. Xo'p. Chop bizga o'tib ketdik, abid qilishimiz kerak. Diplomim bering. Bermayman. Sen nima qilasan? Bu nima qiladi? Men magistr kiraman 2 yil o'qiyman. Nima qilasan?